2-3 kunda sotilib ketadigan joyimiz savdoga chiqyapti. O'zimni ko'nglimdagidek uyni sizga tavsiya qilaman. Kattagina Damaro suvni bo'yida. Mahalla tinch, asfalt bo'lgan. Kommunikatsiyadan umuman muammo yo'q. 1.3 sotixlik tayyor korobka uchastkamiz egalarining o'zlariga tushgan narxga sotishga qaror qildilar. Fasadi 13 metr, uzunasi 10 metr. Umumiy 4 ta xonasi bor, oshxonasi bor, sanuzul hojatxonasi bor. Hovlisiga bemalol bitta mashina sig'adi. Podulining o'zi 8 metrdan kattaroq ekan. Uchastkamiz Nazarbekda joylashgan. Pushkin mahallani bilasiz. Kommunikatsiyadan muammo yo'q. Maktab, bog'cha, transport juda ham yaqin atrofda joylashgan. Tabiat qo'ynida, suvni bo'yida joylashgan uchastkamizni narxiga keladigan bo'lsa, egalari bilan savdolashib, talashib, tortishib 49 mingga sotuvga chiqaryapmiz. Bemalol kelib, egalarining o'zlaridan shu uchastkani xarid qilsangiz bo'ladi. Videoga bitta like bosib qo'yib, Nazarbekdan uchastka quraman degan yaqiningizga shu videoni yuborib qo'ying.